Bu 19 yoshli Hollis Daniels. U hozirgina hibsga olingan va qandaydir yo'l bilan qamoqxonaga qurol olib kirishga muvaffaq bo'lgan. Oilangiz bormi? Ha. Nechta farzandingiz bor? 2 ta. Ular allaqachon katta bo'lishganmi? Ha. Va aynan shu yerda hammasi izdan chiqadi. Bu sodir bo'lgan zahoti butun politsiya bo'limi yopiladi. Ofitserlar esa vaziyatni tushunishga urinib yugurib qolishadi. Ular buni kim qilganini va bunday narsa qanday qilib yuz berishi mumkinligini bilishmasdi. Hollis esa bu paytga kelib allaqachon g'oyib bo'lgan va qochib qutulaman deb o'ylagan edi. Ammo u o'zining jirkanch jinoyati yashirin kameralar tomonidan boshidan oxirigacha yozib olinayotganini bilmasdi. Endi sovuqqon o'smir qotilni ushlash uchun quvish boshlandi. Diqqat! Ushbu videodagi materiallar faqat axborot maqsadida tayyorlangan. Videoda tilga olingan barcha shaxslar sud qarori chiqmaguncha aybsiz hisoblanadi. Mualliflik huquqlariga hurmat bilan qarang. Agar sizga shunday real kriminal hikoyalar qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib boring. 8-oktyabr kuni taxminan tungi soat 1larda Hollis Daniels do'stlari bilan janjallashib qoladi. Aytishlaricha, Hollis do'sti Leoning qurolini o'g'irlagan va bir payt hatto uni shu qurol bilan qo'rqitgan. O'sha kecha Hollis uydan chiqib ketgach, Leo politsiyaga qo'ng'iroq qilib, nima bo'lganini aniq aytib beradi. Taxminan tungi 1:30 da Hollis yo'lda to'xtatiladi. Siz hozir ko'radigan yo'l tekshiruvi ozgina boshqacha yakunlanganida, ofitser Floyd East Jr. bugun ham tirik bo'lishi mumkin edi. Qalaysiz? Men politsiya departamentidan ofitserman. Qayerdan kelyapsan? Do'stimning uyidan. Bizga qo'ng'iroq tushdi. Sen tartibni buzayotgan emishsan. Tartibni buzayotganmanmi? Ha, do'stining ismi nima? Leo. Leo? Ha. Xo'sh, nega Leo bizga qo'ng'iroq qilib, sen uni bezovta qilayotganingni aytdi? Hech qanday tushuncham yo'q, ser. Menimcha u bunday qilmagan. Bilmayman, aniq emas, ser. Tushunarli. Mashinangda biror qurol bormi? Yo'q, ser. Narkotik yoki shunga o'xshash narsalarchi? Tushib, men bilan gaplash, xo'pmi? Yaxshi. Bu rostdan ham kerakmi, ser? Ha, kerak. Shunchaki tushib, shu yerga o'tir, xo'pmi? Ha, ser. Mashinasidan tushgach, Hollis ofitserlarga do'stlari bilan janjallashganini, hatto bir payt yerga yiqitilganini aytadi. Ammo u ulardan hech narsa, ayniqsa qurol o'g'irlamaganini qat'iy ta'kidlaydi. Politsiyachilar esa bunga unchalik ishonishmaydi va uning noto'g'ri gapirayotganini isbotlash uchun mashinasini tekshirmoqchi bo'lishadi. Ammo Hollis tintuvga rozilik bermagani uchun ofitserlar oxir-oqibat uning mashinasini tekshirishmaydi. Buni ehtimoliy asos bor deb baholash mumkin edi. Ammo bu vaziyatda ofitserlar masala noaniq deb o'ylashgan ko'rinadi va uni qo'yib yuborishadi. Manbalarga ko'ra, Hollisda o'sha qurol mashinada bo'lgan bo'lishi ehtimoli juda yuqori edi. Agar mashina tintuv qilinganida qurol topilishi va ofitser Floydning hayoti saqlab qolinishi mumkin edi. Ammo buning o'rniga Hollis bilan do'stona xayrlashishdi va unga uyiga qaytishga ruxsat berishdi. Ertasi kuni kechqurun bir talaba politsiyaga qo'ng'iroq qilib, o'q ovozini eshitganini va boshqa bir talabani qurol ushlab turgan holda ko'rganini aytdi. Tabiiyki, politsiya buni juda jiddiy qabul qildi, chunki ular u o'ziga yoki kampusdagi boshqalarga zarar yetkazishi mumkinligidan xavotirda edi. Shu sababli soat 17:59 da ofitser Floyd East Jr. sherigi bilan birga uning holatini tekshirish uchun bordi. Texas Texnologiya universiteti politsiyasi. Kiryapmiz. Ichkarida Hollis ko'rinmasdi, ammo ofitserlar uning xonadoshini uyg'otishga muvaffaq bo'lishdi va undan Hollis qayerdaligini so'rashdi. Hey, ishlar qalay? Isming nima? Endimi? Biz qidirayotgan odam shumi? Yo'q, biz Hollisni qidiryapmiz. Hozirgina uyg'ondim, kechirasiz. Hechqisi yo'q. Shu xonada yashaydigan qo'shning haqida nima bilasan? Hollismi? Hollis? Rostini aytsam, men u haqida deyarli hech narsa bilmayman. Men u bilan unchalik ko'p muloqot qilmaganman. Tushunarli. Ma'lumot kam bo'lsa-da, ko'p o'tmay politsiyachilar o'z gumonlarini tasdiqlaydigan juda bezovta qiluvchi narsani topishdi. Mana bu yerda qurol bor, revolver. Bu CO2. Afsuski, bu politsiya qidirayotgan qurol emas edi. Bu aslida oddiy CO2 pnevmatik quroli edi. Oxir-oqibat politsiya haqiqiy o'qotar qurol yoki bu yerda qurol otilganini ko'rsatuvchi dalil topa olmadi. Ammo ular qidiruvni to'xtatishmadi va buning o'rniga ularni yanada ko'proq xavotirga solgan narsaga duch kelishdi. Ehtimol u yerda giyohvand moddalar yoki ularga tegishli buyumlar bor, lekin ochiq ko'rinishda aniq ayta olmaymiz. Shuning uchun bularning hammasini olib qo'yamiz. Bu dorilar nima ekanini ham bilmayman, lekin ichida yana bittasi bor. Men bu qutining ichiga qaraganimda, kichik paketda marixuana bo'lishi mumkin bo'lgan narsa ko'rindi. Politsiyachilar o'z miqdorda marixuana va antibiotiklar uchun mo'ljallangan idishda yashirilgan ko'proq miqdordagi X topishdi.
Do'stlarning aytishicha, Hollis yaqinda X ga qaram bo'lib qolgan va uni noqonuniy yo'l bilan qo'lga kiritayotgan. Shuningdek, go'yoki xavotirni davolash uchun marixuana chekayotgan edi. Agar bu rost bo'lsa, tasavvur qiling. U soat 18:29 da uyga qaytib, yotoqxonasini 4 nafar politsiyachi tintuv qilayotganini ko'rganda qanchalik asabiylashgan bo'lishi mumkin. To'xta, isming nima uka? Nima gap? Isming nima? Andres. Yo'q, unday emas. Nima? Conan. Yo'q, kuting, nima bo'lyapti? Biz sening boshqa 3 ta xonadoshing bilan allaqachon gaplashdik. Ularning qanday ko'rinishini bilamiz. Ha, yaxshi urinib ko'rding, albatta. Hey, tezda o'rningdan tur. Yoningda qurol yoki boshqa narsa bormi? Barmoqlaringni bir-biriga chatishtirib, boshing ustiga qo'y. Politsiyachilar Hollisni qo'llarini boshiga qo'yishni buyurib, tintuv qilishni boshlashadi. Bu ishdagi eng muhim burilishlardan biri aynan shu payt edi. Chunki keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Hollisning yonida o'qlangan 45 kalibrli haqiqiy pistolet bo'lgan. Tintuv vaqtida u juda asabiy ko'rinadi. Hatto ayrim joylarni tekshirmaslikka harakat qiladi. Politsiya undan "Cho'ntagingda nima bor?" deb so'raydi. Hollis esa u yerda faqat pul va bir nechta dorilar borligini aytadi. Ammo eng dahshatlisi, politsiyachilar qurolni topa olishmaydi. Garchi oradan 1 soat o'tmay, aynan shu qurol bilan ofitser o'tib tashlansa ham. Hollis o'zini nisbatan xotirjam tutishga harakat qiladi. U pnevmatik quroli borligini aytadi va uni uyda sinchaplarga qarata ishlatganini gapiradi. Shu paytda politsiya unga universitet hududida o'q ovozi haqida xabar kelganini aytadi. Hollis esa buni inkor qiladi va o'sha paytda boshqa joyda bo'lganini aytadi. Keyinroq politsiya uning gaplari qisman to'g'ri ekanini tasdiqlaydi. Kuzatuv kameralaridagi yozuvlar ham buni ko'rsatadi. Lekin baribir vaziyat juda shubhali edi. Kecha qurol o'g'irlashda gumon qilingan yigit endi universitetdagi o'q ovozi bilan bog'lanmoqda edi. Oxir oqibat undan narkotik dorilar topilgani uchun Hollis hibsga olinadi. Shundan keyin politsiya uni yana bir bor tintuv qiladi. Keyinchalik Hollisning o'zi aytishicha, o'sha paytda ofitser qurolga juda yaqin kelgan, ammo baribir uni topa olmagan. Uni patrul mashinasiga olib chiqishayotganida ofitser g'alati ovoz eshitadi. Hollis esa bu kishan ovozi ekanini aytadi. Aslida esa bu shimidan tushib ketgan pistolet ovozi edi. Eng dahshatlisi, Hollis qurolni yana yashirishga ham ulgurgan. Politsiya bo'limiga olib kelishgach, xatolar davom etadi. Agar hamkorlik qilsang, kishanlarni yechamiz deb aytishadi. Oradan 2 daqiqa o'tib, ular haqiqatdan ham kishanni yechib tashlashadi. 1,5 daqiqadan keyin Hollis va ofitser Floyd hujjatlarni ko'rish uchun alohida xonaga kirishadi va ichkarida yolg'iz qolishadi. Hech qanday qo'shimcha tintuv qilinmagan edi. Soat 19:44 da Hollis ofitserdan oilasi haqida so'raydi. Oilangiz bormi? Ha. Farzandlaringiz nechta? 2 ta. Ular katta bo'lishganmi? Ha. Nega bu savollarni bergani noma'lum. Ammo oradan atigi bir necha soniya o'tib, Hollis paypog'i ichidan qurolni chiqaradi va ofitser Floydni o'tib tashlaydi. O'q ovozi butun bo'lim bo'ylab yangraydi. Politsiyachilar yugurib kelishganida Floyd allaqachon vafot etgan edi. Hollis esa qochib ulgurgan bo'ladi. Hollis tana kamerasi yagona dalil deb o'ylab uni olib qochadi. Ammo u butun voqea yashirin kuzatuv kameralariga yozib olinganini bilmagan edi. Shundan keyin universitet hududi to'liq yopiladi va qurollangan 19 yoshli qotilni qidirish boshlanadi. Politsiya radio orqali uning tashqi ko'rinishini tarqatadi. Ozg'in oq tanli yigit, jinsiy shim, och rang futbolka. Taxminan 90 daqiqalik qidiruvdan keyin Hollis qo'lga olinadi. Uning yonidan o'qlangan 45 kalibrli pistolet va o'ldirilgan ofitserning tana kamerasi topiladi. Qo'lga tushgach ham Hollis sovuqqonligini yo'qotmaydi. Hatto politsiyachilarga "Do'stlaringizni men o'tib tashladim" deb aytadi. Shundan keyin politsiya Hollisni so'roqxonasiga olib kiradi va aynan shu yerda u nihoyat vaziyatning qanchalik dahshatli ekanini tushungandek ko'rinadi. U detektivlarga "Men hammasini buzib qo'ydim" deydi. Keyin esa onasi qo'ng'iroq qilib, "Otishma bo'libdi, hamma seni aytayapti" deganini eslaydi. Hollisning aytishicha, aynan o'sha paytda u umrining qolgan qismini qamoqda o'tkazishini tushungan. Eng qizig'i,
U deyarli o'zini oqlashga ham urinmaydi. U dahshatli ish qilganini tushunadi. Keyin detektivlar undan nega bunday qilganini so'rashadi. Hollis esa hammasi uning boshiga birdan kelganini aytadi. Uni narkotik va marixuana bilan ushlashgach, u hayoti tugadi deb o'ylagan va shu paytda miyasida nimadir uzilganini aytadi. U o'sha qarorni hayotidagi eng mantiqsiz ish deb ataydi va bundan qattiq pushaymon ekanini gapiradi. Suhbat davomida Hollis bir necha bor ota-onasiga qo'ng'iroq qilishni so'raydi, chunki ular televizorda hammasini ko'rib vahimaga tushgan edi. Otasi bilan gaplashganida Hollis yig'lab, oilasini sharmanda qilganini aytadi. Otasi esa unga baribir seni yaxshi ko'raman deydi. Keyin Hollis sovuqqon tarzda o'ziga katta ehtimol bilan umrbod qamoq jazosi berilishini tushunishini aytadi. Ammo eng katta savol hali ham ochiq qoladi. Nega u bunday qildi? Ba'zilar bunga Xanax dorisiga qaramlik sabab bo'lgan desa, boshqalar ruhiy muammolar yoki ikkalasi birga ta'sir qilgan deb hisoblaydi. Sudda Hollisning o'zi esa o'sha paytda hammasi tugadi deb o'ylaganini va hatto o'z joniga qasd qilish haqida o'ylaganini aytadi. U yana bir dahshatli gapni aytadi. Floydning oilasi haqida so'raganining sababi ofitserning oilasi uning hayotidagi oxirgi o'ylagan narsasi bo'lishini xohlagani ekan. Oddiy narkotik ayblovi oxir-oqibat birinchi darajali qotillik ishiga aylanadi va Hollis o'lim jazosi bilan yuzma-yuz keladi. Keyinchalik undan nega seni ayashlari kerak deb so'rashganda u hayot evaziga hayot deyish adolatli bo'lishi mumkin, lekin men o'lishni xohlamayman deb javob beradi. 3 kunlik muhokamadan keyin sud Hollis Danielsni muddatidan oldin ozodlik imkoniyatisiz umrbod qamoq jazosiga hukm qiladi. Agar sizga haqiqiy kriminal hikoyalar, sirli voqealar va eng dahshatli jinoyat ishlari qiziq bo'lsa, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Bu yerda siz real hayotda bo'lgan voqealar, politsiya tergovlari, sud jarayonlari va odamlarni hayratda qoldirgan jinoyatlar haqida videolar ko'rasiz. Oldinda bundan ham qiziq va shok qiladigan hikoyalar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring va kanalga obuna bo'lishni unutmang.